Arablarni million like va million prosmotrlar olgan bu browniesni ko'rib, mana qilib ko'rishga harakat qildim. Ko'ramiz, mazasi like arzirmiki. Videoning oxirida maniki qarg'a chiqqanini ko'rishingiz mumkin. Brownie uchun to'liq ma'lumotni har doimgidek opsiyadan topishingiz mumkin. Tuxumlarimiz ustiga shakarlarimizni solib, vayinchik yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Shokoladni bo'lsa sariyog' bilan eritib olamiz. Tuxumli massamizga qo'shib, ustidan unni va kakaoni rasixisini 50 dan o'tkazib, xamir holatiga keltirib olamiz va qolganini xuddi videodagi qilasiz. Va pishirish uchun duxovkaga qo'yib yuboramiz. To'g'risini aytsam, duxovkaga qo'yib yubordim, lekin duxovkani tepasidan keta olmadim. Qanaqa bo'lib pisharkan deb kuzatib o'tirdim. Xullas, uyga hidlari kurkaganda uni olamiz va yaxshilab sovutamiz. Sovigan brownielarimiz ustiga shokoladni quyuq qilib surib olamiz. Videomdagi birga bir chiqish uchun xuddi shunaqa dekor qilib oldim. Mana o'sha mashhur brownieni tayyorlab oldim. Video boshida original brownieni videosini qo'ygan edim. Nima deysizlar? Unga o'xshabdimi? Kommentda javobinglarni kutaman. Mazasiga kelsak, gap bo'lishi mumkin emas. Qilganingizga umuman afsuslanmang.